Ketdik, qorin mashqini qilamiz. Bo'ldi, yotamiz. Yotamiz. Qorindagi yog'larni eritishga, qorin yo'qotishga yordam beradi bu. Bu mashqimiz bir vaqt o'zida ham qorin, ham oyoq harakatga tushadi, ham bo'yin, ham kuraklar. Bu mashqimiz qorin mashqi asosan qorindagi yog'larni eritadi. Buni kuniga 2-3 mahal qilsangiz bo'ladi. 2-3 minutdan yoki 5 minutdan ko'paytirib boraverasiz. Bu bir vaqtning o'zida ham oyoq, ham bo'yin, ham qo'l, ham yelka hammasi ishlaydi. Oyoqlarni ko'taramiz, tizzani bukamiz. Qo'lni boshning orqasiga birlashtirib qo'yamiz. Ketdik. Oyoq bilan bosh bir-biriga, tizza bilan bosh bir-biriga tegadi. Mana. Qorin eziladi. Keladi, keltiring. 40 ta qilamiz. Keladi. Malades. Yaxshi. Bosham yotsin. Bosh ko'tarilgan, oyoq ham ko'tarilsin. Mana shu qorin bekorga bu qorinni ezmayapti bu. O'sha qorin mashqi bo'lgani uchun qorinni ezib. Keling. Davay 1 2. Xuddi qurt bor-ku, qurtga o'xshab bunday yig'ilib olasizlar. Endi mana qorinni qo'lga qo'yamiz. Ko'tarildi, tovon bilan tushdi. Mana bir oyoqda. Har bir oyoqqa 30 tadan qilamiz buni. Yo'q, yoymasdan tizzani bukib. Mana, prosta mana. Ikkinchi oyoqni ham. Mana oyoq qirsillashni boshlayapti. Bu bir tarafga 30 ta, bir tarafga 30 ta. Bunda son chanoq mana ham qoringa tegyapti biroq o'zida. Ham son chanog'ingiz boldirlar ishlayapti. Qiling. Xola qiling. Ikkita oyoq tizzani bukib olamiz. Tizzani bukiladi. 10 oyog'ini ko'tardingiz, tushirdingiz. Mayli 3 ta qiling bir oyog'ingizga. 3 ta bu yoqqa. Ikkalasi bir xil tempda ketsin. Yo'q, yoyilmas. Sizga sanator ketadi mana. Prosta tizzani bunday qo'ying mana. Qoringa tegish kerak. Tizzani buking. Sizda bittasi iloji boricha bukishga harakat qilish kerak. Yo'q, mana. Tizzani yoymasdan mana. Ikkalasi bukilgan holat tizzani yoymasdan mana. Yoymang tizzani bo'ldi mana shu holatda. Qoringa tegsin iloji boricha. Bir oyoqqa 30 ta, ikkinchi oyoqqa 30 ta. Malades. Birpas oyoqlarni salimdoq ko'tarib turinglar. Ozgina ko'tarib turinglar. Ko'taramiz. Endi bu yonboshga ozgina. O'ng tarafga, chap tarafga, pastga. Ko'tardik. Chap tarafga, o'ng tarafga, pastga tushiramiz. 15 ta shu mashqni takrorlaymiz. Ko'taramiz. Bir xil ko'tardik, chapga, o'ngga tushiramiz. Bir xil ko'tardik, bir xil ko'taring. Chapga, o'ngga tushiramiz. 5 ta qilaylik shuni, bir xil 5 ta ko'tardik hamma. Chapga, o'ngga tushiramiz. Yana ko'taring. Chapga, o'ngga tushiramiz. Yana xuddi shu. Tekis. O'ng farqi yo'q. O'zingiz o'ng taraf, chap taraf. Chap, o'ng, pastga tushamiz. Bo'ldi. Bir xil ko'taring yana, bir xil. Ko'tardingiz, chap, o'ng, pastga tushiramiz. Yana bitta oxirgisi. Ko'taring, chap, o'ng, tushiramiz. Bo'ldi. Sal nafas olamiz. Bu ayollarga ayniqsa qorni bor ayollarga kerak. Mana shu tarzda ko'krakkacha olib kelasiz. Ezib ko'krakkacha olib kelasiz.
Ezib. Qani? Xullas shu mashqni uyga borganda qoldirmasdan 2 mahal 5 minutdan qilsanglar bo'ladi. 5 minutga chidamasanglar 20 marta borib kelsin shu rolik. Ozgina bir pas nafas olgandan keyin buni xuddi shuni songa mana qo'yamiz. Bellar tekis turadi, yelka kengligida ochiladi mana. Bu balandrog'im mana. Ezib aylantiramiz. Keyin mana boldir mushaklarga. Ketdik 1, 2. Qani kim birinchi boradi? Qo'l tekis. G'irromlik qilmang. Biz qanaqa qo'llar tekis. Komandam g'irromlik qilmaydi. Bir xil. Bitta orqaga qaytsak bo'ldi. Terladinglarmi? Yaxshida shu terlagan. Zo'r xolos, zo'rsiz. Ketdi, xursand endi. Yosh qizlar xursand bo'ladi. Yo'qmi? Zo'rda bu chunki yoqimli-da orqaga. Bittasi aytadi, "O'tirmayman" deb shilinib ketdi dedi. Necha marta borib keldi desam, "Men bunaqa kelgan, sudralib ketavergan." U bir tarafga qarab. Ana yengil yursangiz hech qaysi shikastlanmaydi bunda.